Yurak harakatni yaxshi ko'radi. Agar u harakatlar ritmik va uzluksiz bo'lsa, bu yanada yaxshi. Xalqaro raqslar yurak va qon tomir tizimiga qanday ta'sir etadi? Birinchisi, zumba. Vazn tushirish va qon bosimi uchun top tanlov. Ikkinchisi, salsa. Stressni kamaytiradi, o'rtacha intensivlikka ega. Uchinchisi, folk. Yoshi kattalar uchun mos raqs turi. To'rtinchisi, hip hop. Yoshlarga foydali, intensivlik yuqori. Beshinchisi, cha-cha-cha. Qon aylanishini yaxshilashda mayda muskullargacha faollashtiradi. Oltinchisi, rumba. Nafas va yurak ritmi uyg'un ishlaydi. 7-chi, vals. Yurak urishini barqarorlashtiradi. 8-chi, break dance va akrobatik raqslar. Maxsus jismoniy tayyorgarlik talab etadi. Milliy raqslarimizga kelsak, ular yurakka doridan ko'ra foydali ta'sir ko'rsatadi va nojo'ya ta'sirlarsiz yurakni samarali ishlatadi. Yuklamani dozalaydi, stressni kamaytiradi. Vodiy raqslarning intensivligi yuqori, bu jismoniy tayyorgarlikni talab etadi. O'zingiz uchun ma'qul raqsni tanlang va u bilan shug'ullaning. Bizni kuzatib boring.